Bugun karamlarning eng foydalilaridan biri haqida gaplashamiz. Brokkoli yoki sarsabilli karam qadimgi Rim davridan beri ma'lum. Brokkoli nomi brachium, qo'l degan ma'noni anglatadi. Bu karam turini eramizdan oldingi 5-6 asrlarda karamning boshqa navlarini chatishtirish yo'li bilan olishgan. Ko'p asrlar davomida karamning bu turi Italiyadan tashqarida ma'lum bo'lmagan. Fransiyaga brokkolini 16-asrda Yekaterina Medici tufayli, Angliyaga esa 18-asrda olib kirishgan. Bu davlatda u italyan sarsabili deb atalgan. AQShga esa brokkoli italiyalik muhojirlar tufayli 20-asr boshidagina kirib bordi. Brokkoli oziq moddalarga boy sabzavotlarga kiradi. U hazm qilish, yurak-tomir, immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, yallig'lanishga va kanserogenlarga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, brokkolida natriy va kaloriya kam, yog' umuman yo'q. Brokkoli kletchatka, C vitamini, kaliy, B6 va A vitamini, shuningdek, proteinga boy. Undan tashqari, unda o'simlik pigmentlari va antioksidantlar ko'p. O'simlik pigmentlari o'simliklarga rang, ta'm va hid beradigan modda. Amerikaning saratonni o'rganish tadqiqotlari instituti ma'lumotlariga ko'ra, o'simlik pigmentlari ko'plab foydali xususiyatlarga ega. Brokkolidagi pigmentlarda glyukoprotein, karotinoidlar va flavonoidlar bor. Antioksidantlar organizm hujayralariga ziyon yetkazadigan erkin radikallarni neytrallashtirishga yordam beradi. Erkin radikallar moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'ladigan beqaror molekulalardir. Ma'lumotlarga ko'ra, bu birikmalar onkologik kasalliklar rivojlanish xavfini oshiradi. Brokkoli antioksidantlar tarkibiga kiradigan lutein, shuningdek sulforafan, kuchli antioksidant manbaidir. Unda shuningdek magniy, fosfor va biroz miqdorda rux va temir bor. Diabet va autizmga brokkoli qanday ta'sir ko'rsatadi? Semizlik va ikkinchi turdagi qandli diabetdan aziyat chekadigan odamlar uchun brokkoli koni foyda. Ma'lum bo'lishicha, brokkoli shuningdek boshqa kreskuldoshlar oilasiga mansub sabzavotlar, oqbosh va Bryussel karami tarkibidagi sulforafan ikkinchi turdagi qandli diabetning yuzaga chiqishiga javobgar 50 ta gen faolligini pasaytiradi. Xuddi shu modda autizm bilan bog'liq alomatlarni pasaytirishga yordam beradi. 2014-yilda olimlar autizmga chalingan bemorlar tarkibida sulforafanga ega ekstrakt qabul qilganda verbal kommunikatsiya va ijtimoiy o'zaro muloqot yaxshilanganini xabar qilishgan edi. Saratonning oldini olishda brokkoli juda foydali. Brokkolining eng mashhur va foydali xususiyati saratondan himoya qilishidir. Ma'lumki, kreskuldoshlar oilasiga mansub barcha sabzavotlar, jumladan brokkoli va oshqozon va ichak saratoni rivojlanishidan himoya qilishga qodir. Brokkoli tarkibida kuchli antioksidantlar, sulforafan va indol 3 karbinol moddalari detoksifikatsiya xususiyatiga ega. Shuningdek, oksidativ stressni kamaytirishga qodir. Ular estrogenlar darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Bu esa o'z navbatida ko'krak saratoni rivojlanishi xavfini kamaytiradi. Brokkoli shuningdek xolesterinni kamaytirish xususiyatiga ham ega. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, brokkoli qondagi xolesterin darajasini pasaytirishga yordam beradi. Karamdagi kletchatka qondagi xolesterin bilan bog'lanadi. Bu esa uning organizmdan tez chiqib ketishiga turtki beradi. Detoksifikatsiya. Glyukorafanin, glyukonasturtsin va glyukobrasatsin o'simlik pigmentlari organizm detoksifikatsiyasining barcha bosqichlarida zaharli moddalarni neytrallashtirishdan tortib ularni chiqarishgacha ishtirok etadi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, bu borada brokkoli kurtaklari eng foydali hisoblanadi. Yurak-tomir tizimiga ta'siri qanday? Brokkoli tomirlarning devorlarini mustahkamlaydi. Undagi sulforafan yallig'lanishga qarshi kurashish, aterosklerotik tiqilmalar rivojlanishining oldini olish, ayniqsa ikkinchi turdagi qandli diabetga chalingan bemorlarda xususiyatiga ega. Bundan tashqari, karam tarkibidagi B guruhi vitaminlari gamma-sistein darajasini me'yorlashtiradi. Gamma-sistein bu qizil go'sht iste'molida organizmda to'planadigan va yurak ishemik kasalligi rivojlanish xavfini oshiradigan aminokislota. Ko'zga qanday ta'sir ko'rsatadi? Tarkibida lutein bo'lgani bois sabzi ko'zga foydaliligini ko'pchilik biladi.
Lutein antioksidantlar tarkibida bo'lib, ko'z salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Luteinga boy sabzavotlardan yana biri esa brokkoli. Brokkoli tarkibidagi yana bir antioksidant zeaksantin luteinga o'xshash xususiyatlarga ega. Ikkala modda lutein va zeaksantin makulyar degeneratsiya, markaziy ko'rishni zararlaydigan tuzalmas kasallik va katarakta, ko'z gavharining xiralashishi rivojlanishidan himoya qiladi. Hazm qilishga qanday ta'sir ko'rsatadi? Tarkibida kletchatka bo'lgani bois brokkoli hazm qilishni yaxshilashga yordam beradi. Kletchatka, shuningdek, ichakning sog'lom mikroflorasini saqlashga imkon yaratadi. Oshqozon shilliq qavatini yaralar va yallig'lanishlardan himoya qiladi. Undagi sulforafan oshqozon shilliq qavatini zararlaydigan Helicobacter pylori bakteriyalari ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Brokkoli yallig'lanishga qarshi kurashish va osteoartritga chalingan bemorlarning bo'g'imlarini himoyalash xususiyatiga ham ega. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, karamdagi sulforafan yallig'lanish jarayonlarini faollashtiradigan molekulalarni to'xtatish hisobiga artritdan aziyat chekadigan bemorlarning bo'g'imlarini himoya qiladi. Sabzavotdagi antioksidantlar va omega 3 yog' kislotalari ham yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi. Bundan tashqari, brokkolidagi kemferol flavonoidi allergenlarning oshqozon ichak traktiga ta'siri darajasini, bu esa surunkali yallig'lanish xavfini kamaytiradi. Brokkolining zarari bormi deb o'ylarsiz? Brokkoli iste'molda xavfsiz, nojo'ya ta'sirlari ham kam. Eng ko'p uchraydigan nojo'ya ta'siri kletchatkaga boyligi bois qorinni dam qilishi va yo'g'on ichakka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday nojo'ya ta'sirlar barcha krest guldoshli sabzavotlarga xos, biroq sog'liqqa foydasi bunday noqulaylikdan ancha ustundir. Mutaxassislar o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, qonning ivishini pasaytiradigan dori iste'mol qiluvchi odamlar brokkolini ehtiyotkorlik bilan yeyishlari lozim. Bu sabzavotdagi K vitamini dori vositalarining samarasini kamaytiradi. Gipotireozli bemorlar ham brokkoli iste'molini cheklashlari zarur. Tibbiyotda qanday qo'llaniladi? Brokkolida ko'p miqdorda antioksidantlar, yallig'lanishga qarshi kurashuvchi birikmalar va vitaminlar bo'lgani bois, ular kanserogenlarga, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Yurak-tomir kasalliklari xavfini kamaytiradi. Kletchatkaga boyligi uchun brokkoli hazm qilishni yaxshilashi mumkin. Oshxonada qanday ishlatiladi? Oziq moddalarining qanchasi va qaysilariga ega bo'lishingiz brokkolini qanday ko'rinishda iste'mol qilishingizga bog'liq. Antikanserogen xususiyatlari saqlanishi uchun brokkolini uzoq qaynatib bo'lmaydi. Qaynatganda brokkoli foydali xususiyatlari, xususan antikanserogen xususiyatlarini ham yo'qotadi. Bug'da 20 daqiqa davomida qaynatish, 3 daqiqagacha mikroto'lqinli pechda pishirish va 5 daqiqaga qovurish oqibatida saratondan himoya qiluvchi nutrientlarning kattagina qismi yo'qoladi. Pishirilmagan brokkolida oziq moddalar eng ko'p miqdorda saqlanadi, biroq bunday sabzavot qorinni ko'proq dam qiladi. Brokkolini qanday tanlash va saqlash kerak? Yangi brokkoli kurtaklari mayin rangli bo'lishi lozim. Agar ular sarg'aygan yoki yarim ochiq bo'lsa, bu yetilib o'tib ketgan sabzavotdir. Boshchasining eng ma'qul diametri 17-20 cm. Yirikroq brokkolilar odatda qotgan va taomga yaroqsiz bo'ladi. Boshchasining eng yaxshi shakli dumaloq, ixcham ekanligi. To'pgullar bir-biriga zich yopishgan, yangi, xiralashmagan bo'lishi lozim. Brokkolini saqlash uchun 3 ta shartga rioya qilish zarur. 0,3 darajali harorat, yuqori namlik, yaxshi ventilyatsiya. Agar sizga roliklarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Izohlarda albatta fikrlaringizni yozib qoldiring.